O'zbekistonda va shu mintaqada yashayotgan har qaysi oila, har qaysi inson bir narsani xohlaydi. Ya'ni shu yurtida tinchlik bo'lsin. Kimki yuziga Fotiha tortmasa, tinchlik, omonlik bo'lsin deb Fotiha tortadi. Shuning uchun asosiy va eng bugungi dolzarb masala mana shu yerimizda, zaminimizda tinchlikni saqlash, barqarorlikni saqlash. Odamlar bir-birini qaysi millat vakili bo'lmasin, shu bir-biri bilan ahil yashash. Menga buyursa agar har qaysi mahallada tinchlik bo'lsa, har qaysi oilada tinchlik bo'lsa, agar boshqa hech narsa o'zi undan oliyjanob maqsad yo'q o'zi. O'zi tagini ko'rsa agar mana shu tinchlik, ahillik bo'lsa agar Alloh taolo hamma narsani berar ekan. Haqiqatan Qur'oni Karimda aytiladiki, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan. Ey mo'min musulmonlar, tinchlikka ommatan kiring deganlar. Mana chaqiriq. Mana prezidentimiz chaqiriqlari hali mustaqil bo'lmaganimizda shunday og'ir damlarda kuyib pishib shijoat bilan gapirgan gaplari, murojaatlari odamga ta'sir qilmay bo'ladimi bular? Odamning ko'nglini eritib yuboradi-ku. Tosh bo'lsa eritib yuboradigan bu murojaatlar. Mana shu qiyinchiliklarning, mana shunday mashaqqatlarning bugun biz mevasini totdik. Mevasini ko'ryapmiz. Elimiz Xudoga shukr tinch, xotirjam. Shu joyda Alloh taboraka va taoloning kalomida, Qur'oni Karimda kelgan bir oyatni eslatishni joiz deb bilaman. La in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid dedi Xudoy taboraka va taolo. Ey bandalarim, agar mening berayotgan ne'matimga shukr qilaversangiz, men yana ham ziyoda qilib beraveraman. Mening bergan ne'matimga noshukr bo'lsangiz, bilib qo'ying, mening yuboradigan azoblarim juda ko'p dedi. Haqiqatan bugun tinchlik Allohning ne'mati emasmi? Xotirjamlik Allohning ne'mati emasmi? Tansihatlik Allohning bu ne'mati emasmi? Bunga shukr qilishlik biz mo'min musulmonlarning, biz shu O'zbekistonda yashayotgan barcha xalqning, barcha aholining burchimiz emasmi bunga?